Formela, men yana mana shu dorilar bilan chiqishga majbur bo'ldim. Chunki ko'pchilik so'rayapti. Dorilarni chunki et berayotganda xato qilib qo'yishmasin deb chiqdim. Magniy sulfat. Shuni aptekadigini olib qo'yamizmi deyishyapti. Eshitinglar. Har bitta dorini aptekadan olmaysizlar. Uni gul bozorlardan, gul do'konlarda sotadi. Aptekadagi dorilardan ishlatmaysizlar. Magniy sulfat mana bu именно gulligi. Bu nima beradi? Biz ham organizmimizga magniy ichadigan bo'lsak, bilasizlar, magniy yetishmasa, tirnoqlar, sochlar, sinklar yetishmasa, sinishni boshlaydi, odam vялый bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Ana shu uchun gullar ham xuddi tirik jonzot. Biza etamiz, charchavamiz, issig'im chiqyapti, yo'talyapti. A gullar bizga etolmaydi. Ular xarakteristika bo'yicha ko'rsatib beradi. Rangini sarg'aytiradi, o'zi qurib qoladi, ildizi chirib ketadi yoki bo'lmasam qora-qora dog'lar bo'ladi, qorayadi, jigaring bo'ladi, ish qilib shunaqa. Gullar qarab turib o'rgansa, gullar sizlar bilan gaplashadi. Faqat uni to'g'ri berish kerak. Hamma so'rayapsizlar. Nima bu? Mana ko'p etdim. Mana bu dori Leonard. Bu dorini men faqat sug'orishga ishlataman. Har doim hamma gulni bir xillari 3 kunda ichadi, bir xillari bir haftada ichadi. Har kuni har bitta gulni sug'armayman. O'zini vaqt soati bo'ladi. Ana o'shanda sug'arganda o'sha legendarni tog'aram, ichida legendarni suvim. Buni ichida 12 ta mikroelement borligi uchun, sinovdan o'tgani uchun, biza o'zimiz foydani sezganimiz uchun o'zimizda ishlatdik. O'g'lim o'zini obyektida ishlatdi. Sezgandan keyin biza sotuvga olib keldik bu gulni. Suvni deganim gulli dvorimman. Uzr. Ozgina shamollaganman, o'shanga chalg'ib ketyapman. Ovozim ham shunaqa, uzr. Ana o'sha uchun bizani tanlovimiz shunda to'xtagan. Avvalambor Allohning izni bilan keyin mana shu dori. Esinglarda tursin. Magniyni etib o'tdim. Karnivin ildizlarimizni baribir profilaktika uchun qachondir kalsiy ichamiz, D3 ichamiz, kimdir kollagen ichadi, ish qilib mana shunaqa narsa. Bir oyda 2 marta 1 grammni 1 litr suvga qilib tursanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Ekishlarga, masalan, uni bo'ktirib qo'yib, ildiz otishlarga, hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Tak, monogalik fosfat. Nima chalg'ib ketaman. Bu butonlarni, gullamayotganlarni Alloh izni bilan gullatishga juda ham yaxshi samara beradi. Tak, sirkonimiz anti-stress. Mana bu obda urganda, muzlaganda epin bilan bitta vazifani bajaradi. Masalan, epin bo'lmasa, sirkonni ishlatsa bo'ladi. Sirkonni ketdan epinni ishlatsa bo'ladi. U epin faqat ustiga bo'lsa, bu ildizi bilan ustiga sepiladigan narsa. Bu bilan ham sug'ariladi, ham ustiga sepiladi. Yana dorilarimiz ko'p, ular haqida yana tushuntirib beraman, lekin eshitinglar, aptekadan olinmaydi. Ayniqsa magniy olinmaydi. Ikkiga mana dori ham gummit emas. Sizlarga aytayapman, bekitayotganim yo'q. Mana bizda dorilarni hammasi sotuvda bor. Boshqa gul bozor, gul do'konlarda bo'ladi. Ko'ringlar, surishtiringlar, xohlasanglar mana sotuvda har xil dorilarimiz bor. Yordamimiz tegsa biza xursandmiz. Like, podpiska, kommentariyda o'zimizni fikrimizni bir-birimiz bilan bo'lishamiz. Sizlarga rahmat, foydasi tegsa men rost ekamizga xursandman. Duoinglarni qilib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar.